Puling bo'lsa, любой joydan chiqib ketasan. Pul bo'lsa, changalda o'shalar kechirasizlar. Biran puli bor odamlar o'sha cho'rvan changalda usholmayapti. Men pulim bor, hajga xohlagan mahalda boraman degan akalar 3-4 yil bo'ldi akalar. Bora olmay qolganlar bo'ldi. Pul hal qilmas ekan. Ming afsus bo'lsinki, bizga mana shu tashqaridan kelayotgan bir salbiy ta'sirlar, televizorda olayotgan tarbiyamizdan pul hamma yoqda rishaq qiladi degan tushuncha kelib qolgan kallamizga. Yaqululloh azza va jalla fi surati Talaq: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal 'alallohi fa huwa hasbuhu." Kim deydi Alloh taolo? Allohdan taqvo qilsa, Alloh bu kishi uchun mahrojni beradi. Mahroj degani nima degani? Masdari xaraja degan so'zdan olinadi, chiqib ketadigan joy degani. Kinoxonaga kirganinglarda svet o'chgan mahalda vaqt deb yozib qo'yardi zangori chiroq bilan. O'shunga qarab yurib kelardinglar. Agar o'sha chiroq bo'lmasa ko'zimiz ko'r turaverardik. Chiqib ketadigan joy mahroj deyiladi. Nimadan chiqib ketadigan joy? Masjiddan chiqib ketadigan joymi? Mushkulidan chiqib ketadigan joy. Iqtisod mushkula bo'lyaptimi? Muomala, oilada kelishmovchilik mushkula bo'lyaptimi? Mahalla ko'yda muomala mushkula bo'lyaptimi? Qanaqa problema, qanaqa bir qiyinchilikka kirib qolsak, chiqib ketishlikning yagona yo'li pul emas ekan. Puling bo'lsa, любой joydan chiqib ketasan. Pul bo'lsa, changalda o'shalar kechirasizlar. Biran puli bor odamlar o'sha cho'rvan changalda usholmayapti. Men pulim bor, hajga xohlagan mahalda boraman degan akalar 3-4 yil bo'ldi akalar. Bora olmay qolganlar bo'ldi. Pul hal qilmas ekan. Ming afsus bo'lsinki, bizga mana shu tashqaridan kelayotgan bir salbiy ta'sirlar, televizorda olayotgan tarbiyamizdan pul hamma yoqda rishaq qiladi degan tushuncha kelib qolgan kallamizga. Pul ham hal qila olmaydigan ishlar bor, birodarlar. Uni faqat taqvo hal qiladi. Shunday emasmi? Ana shu milliarderlarni og'zi tan bilmayapti bittasini. Dunyoyimni yarmini beraman deyapti. Agar shu tan bilishlik sifatini qaytarib bersa deyapti. Topdi o'sha dunyoda kattasini, lekin yarmini voz kechib olishga tayyor bo'lyapti. Birodarlar, podsholardan biri vaziriga menga bir nasihat qil deydi. Podsho vazirlarda aqlligini, Xudodan qo'rqqanini tanlagan avvalgi zamondagi yaxshi podsholar. Haddimdan oshib ketsam, Allohni eslatib jonimga qo'yib qo'y deyishga yaraydigan vazirlarni tanlagan. O'sha vazirlardan bittasiga menga nasihat qiling desa aytadiki, podsho deydi. Sahroda qolsangiz, suvingiz tugagan bo'lsa, tomog'ingiz yopishib o'lishga yaqin bo'lsangiz, bir piyola suv uchun yarim podsholigingizni beramidingiz? Ha, o'lib qolsam nima qilaman butun podsholikni? Berardim yarmini deydi. Bir piyola suvga yarim boyligini almashtirib olyapti. Endi ana shu kirgan bir piyola suv chiqmay turib oldi, azob beryapti, chiqa olmayapti. Qolgan yarmini beramidingiz deydi. Qolgan yarmini berardim deydi. Demak, qadri bir piyolachalik suvga bo'lgan dunyoga muhabbatingizni qattiq qo'ymang deydi. Ana birodarlar. Suvni ichishligimiz ne'mat, chiqarib olishimiz qanaqa ne'mat? Buni chiqara olmay qolganlar biladi. Qanchadir bir miqdorda turar ekan bu pul, ana shu doktorlar o'zlari biladi. Bir marta shu bavul qildirib, siydirib qo'yishligi ma'lum bir summada pulni to'laydi, bir marta siyib olishligi rohati uchun. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Qanaqa mushkillar bo'lsa deyapti Alloh taolo. Chiqib ketadigan yo'l faqat taqvo bilan bo'ladi. Xo'p, bo'ldimi? Mushkullardan chiqarib qo'ydi, tashab qo'yadimi Alloh? Yo'q. Yana orqasida nima degan? Kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Mana kecha gapirdik. Ali roziyallohu anhu taqvo qildi, bitta onani berdi. Kirdi, nima bo'ldi? Kuttirdimi? Alloh azza va jalla kuttirdimi? Tavakkul qildi, taqvo qildi, bitta onani 10 ta bo'lib kelmadimi? Yana 9 ta bersa unamayapti. Ya 10 ta bo'lish kerak deyapti. Ana birodarlar, mushkullardan qanaqa qilib chiqilgan ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Badrda birodarlar 314 ta edi. Kofirlar 1000 tadan oshiq edi. Ashiru ilayya ayyuhan nas dedi Rasululloh. Nima qilamiz? Maslahat beringlar dedi sahobalar. Hammasi bir ovozdan urushamiz ya Rasululloh dedi. Alloh taolo minglagan farishtalarni tushirib qo'ydimi? Taqvo qilishudi, problemasini hal qilib berdimi? Ha?
Nimaga ibrat olmaymiz? Dunyodagi konkretni bo'lib turgan problemasini Alloh hal qilib berdi. Nima qilganligi uchun? Va ishonavering, qilib ko'raylik-da shu taqvoni. Gapga kirmayotgan xotinimizni ham tarbiyaga solib qo'yadi. O'sha tutmayotgan imoratimizni ham tutkizib beradi Alloh. Faqat taqvo qilaylik. Mana Ibn Abbos va yarzuqhu min haythu la yahtasib, kutmagan joydan rizqini yetkazadi degan oyatda sharab aytadiki, yarzuqhu min haythu la yahtasib, ay min haythu la ya'mal va la yarju. Kutmayotgan, hayoliga keltirmayotgan joydan rizqini yetkazib qo'yadi. Bu oyat, birodarlar. Agar shuncha shubhamiz bo'lsa, kalima keltirib yangilab olaylik. Iymondan olib qolish xavfimiz bor. Taqvo qilsam Alloh har qanday mushkullarni hal qiladi degan e'tiqodda shubhasi bor odam kalimani keltirib olsin boshqatdan. Chunki Alloh taolo va'da beryapti. Albatta mushkulasini hal qilaman, orqasidan mukofotini ham beraman. Mana boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Agar deydi, bir qavmga Alloh taolo payg'ambarni yubordi. Payg'ambar ularni Allohga da'vat qildi. Qavm inkor qildi, masxara qildi, Alloh balo yuborib yo'qib tashladi ularni. Yo'q bo'lgandan keyin Alloh aytayapti: agar o'shalar deydi, iymon keltirib taqvo qilishganida osmonni yerdan baraka eshigini ochib qo'yardik ularga deydi. Endi bular yo'qolib ketdi. Endi bularga bu imkon yo'q. Ikkita shart qo'yapti. Iymoni bo'lganida, iymon keltirib turib taqvo qilganida osmondan yerdan baraka eshiklarini ochib qo'yar edik. Lekin nima qilishdi? Walakin kazzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Lekin payg'ambarni yolg'onchi qildi. Shu qilgan ishi tufayli ularni vayron qildi deydi. Xulosa, bizda iymon va taqvo sifati bo'lsa, osmon yerdan nima kelar ekan? Baraka kelar ekan. O'rik bo'lmayapti, birodarlar, bir necha yildan beri. Bekarga bo'lmayapti bu narsa. Buday bo'lmayapti. Bekarga bo'lmayapti, birodarlar. Ana shu yer taqvoga, mana islom ummati, islom davlati shunday bir gurkiragan paytda bo'rilar qo'ylar oldi yurdi dedik. Ekin-tikin mo'l bo'ldi, birodarlar. Hatto yomg'irga gapiradigan bo'ldi xalifalar. Qachon, birodarlar? Taqvo bo'lganida. Kecha shu suhbatni tugatganimizdan keyin akalarimizdan bittasi kelib shunday bir savol berib qoldi. Alloh rozi bo'lsin, diqqat bilan eshitayotgan ekan, bir qalbiga borib tushib shekilli shu savol kelibdi. Bu uka, siz gapirayotgan bu gaplar bari xulosa olib tursak, hayotdagi hamma mushkullarni hal qiladigan ishlar shu taqvoga borib taqalyapti. Shu sizning xulosalaringizmi yoki o'qib berganlaringiz, biror bir hadisdan hujjatingiz bormi degan bir chiroyli savolni berdi. Birodarlar, bu gaplayotgan gaplar xulosa emas. Bu olimlarning gapi ham emas. Bu hadis ham emas. Bu to'g'ridan to'g'ri oyat, birodarlar. Mana shu aytilgan 13 ta foydani Alloh taolo mana shu Qur'onda to'g'ridan to'g'ri oyatlar bilan isbotlab qo'ygan. Mana ana shu oyatlarni adresi bilan qiziqadigan birodarlar bo'lsa, mana aytib beramiz. Bugun inshaalloh ana shu kecha o'tgan darsimizni bir qancha bir misollar bilan sharhlab berishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana aytdik, taqvo bu Alloh taolo bandalardan talab qilgan yagona narsa. Alloh taolo bizdan rizq so'ramaydi. Bizdan bir shukr, bizdan minnatdorchilik talab qilmaydi. Balki bizdan faqat ibodatni, taqvoni talab qiladi. Mana aytdik, taqvo har qanday mushkullarga yechim bo'lgan, har qanday bir muammoni yechiladigan bir yagona yo'li. Fattaqulloha va yuallimukumulloh dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Sizlar taqvo qilinglar, men o'zim ham yod o'rgataman. Faraz qilaylik, bir ota-ona, bir otaki kasaliyatda, bolalari hali balog'atga yetmagan edi, vafot etishga arafasida turibdi. Bolalari sag'ir qolgan, o'lib ketyapti. 4 ta yoki 3 ta kichkina bolasi ana shu beva ayol bilan qolyapti. Ota ketyapti oxirat safariga. Mushkulami? Problemami? Buni hech qanaqa tanish bilish bilan hal qilib bo'lmaydi buni. Bu ketayotgan odam hech narsa qila olmaydi bolasi uchun. Lekin farzandlarini o'zidan keyin yetim qolib, qiylanib ketishligi haqida o'ylaydigan bo'lsa, odam siqilib ketadi. Mana shu o'rinda islom nima deydi? Mana shu vafot etayotgan ota agar tiriklik davrida Allohdan taqvo qilib yashagan bo'lsa, xavotir olmasin deyilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti, farzandlarining kelajagi haqida g'am qilgan, farzandlarining kelajagini o'ylagan ota bo'lsa, bitta narsa qilsin deyapti. U ham bo'lsa taqvo qilsin. Dalil
Musa va Xizr alayhissalomlar ana shu bir bilan uchrashib, Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan ilm o'rganmoqchi bo'lib so'ragan paytda, meni bilgan ilmimni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi dedi. Va 3 ta voqea bo'ldi. Musa alayhissalom haqiqatan sabr qilmadi. Kemani teshib qo'ydi, bir bolani o'ldirib qo'ydi va nurab yotgan devorni tikka qilib qo'ydi. Qishloqqa kirishgan edi, yotoqqa joy so'radi, yoqda hech kim javob bermadi, ovqat so'radi, hech kim bermadi. Qishloqda chiqib ketishayotib, qarasa devorni bir qishloqda chekkasiga bir devor nurab yotibdi. Xizr alayhissalom shunday yengilishmadi-da, ikkala payg'ambar devorni tikka qilib qo'yishdi. Shunda Musa alayhissalom 3-marta sabr yetmadi, aytdiki, "Ha bu dedi, bizga yemoqqa, yotoqqa joy bermasa, ovqat bermagan bo'lsa, ha bu devorni urib qo'ydik bu qishloq ahlining devorini. Ha, haqqini talab qilmaymizmi?" deganda, "Sizni sabringiz yetmagani uchinchisi shu, javobini aytaman" dedi-da, nimaga devorni urganligini aytdi. Bu devor ikkita yetim bolaning devori edi. Devorning tagida xazina bor edi. Devor agar yana nurashlikda davom etganda xazina ochilib qolardi, bu ikkita yetim bola ana shu boyligini himoya qilib olishga qurbi yetmas edi. Ota-onasi yaxshi odam bo'lganligi uchun deyapti Musa Xizr alayhissalom. Alloh buyurdi, devorni tikka qilib qo'ydik. Birodalar, o'lib ketgan ota-ona bola chaqasiga nima yordam qilishi mumkin? Hech narsa qila olmaydi. Faqat taqvo bilan o'tgan bo'lsa, o'lib ketgandan keyin bu taqvodor bandani farzandlari Allohga omonat bo'lar ekan. Payg'ambarlar devorni urib qo'yar ekan, birodarlar. O'lib ketayotgan odam agar taqvo qilib yashagan bo'lsa, g'am qilmay o'laversin. Agar uy solib berib, mashina bermagan bo'lsa ham, Alloh taoloning omonatida bo'ladi ular. Fi riayatillah, Alloh taoloning hifzi himoyasida bo'ladi bu farzandlar. Birodarlar, o'shuning uchun hadab devor choplaverib, devor quravermasdan taqvo qilib ham yashab ko'raylik-da. Bizdan keyin Alloh taolo farzandlarimizni ko'chada qo'ymaydi. Mana aytdik, taqvo bu payg'ambarlar yo'li, avliyolar yo'li. Darslarimizda birinchisida aytdik, Alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin. Bu kitob taqvodorlar uchun chiroq, haqiqat yo'li, chiroqni yo'ldagi qorong'ulikni yoritadigan chiroq dedik. Taqvodorlarga yo'l ko'rsatadi bu Qur'on dedik. Ya'ni birinchi kelayotgan oyatlarga e'tibor beraylik-da. Taqvodor bo'lsang, ine Qur'on senga ta'sir qiladi, deyapti. Ine senga yo'l ko'rsatadi, deyapti. Bir oyatni bir odamga o'qib bersangiz, yig'laydi, qalbi ezilib. Ikkinchi odamga o'qib bersang, baxrayib turaveradi. Nima bo'pti deb. Bu nimani belgisi? Ana shu taqvoning yo'qligi. Mana aytdik, taqvo qilinglar, Alloh o'zi ilm o'rgatadi dedik. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Qur'ondan oyat, birodarlar. Imom Azamni gapirib o'tdik. Ana shu ikki bir-biriga yopishilib qolib tug'ilgan, bittasi o'lik, bittasi tirik chaqaloq. Alloh taolo o'rgatuvdi, ikki og'iz so'zi bilan hozirgi kundagi doktorlar ajrata olmayotgan narsani ikki og'iz so'zi bilan ajratib qo'ydi, birodarlar. Biz taqvo qilaylik. Allohning aytganidek yashaylik-da. Uhud kuni musulmonlardan 50 tasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rumotga qo'yib qo'ydi. Orqani himoya qilib turinglar dedi. Biz yengsak ham, yengilsak ham, qirilib ketsak ham, o'lja olib yutsak ham, o'rninglardan tushmanglar, mendan to buyruq kelmaguncha dedi. 50 ta kamonchi Rasulullohning gapiga labbay deb javob berib taqvo qilib turishgan edi. Xolid ibn Valid orqada otliq qo'shinni boshlig'i edi. 3 marta harakat qildi musulmonlar orqasidan o'tib urishlikka. Lekin ana shu 50 ta kamonchi taqvo qilib payg'ambarning gapida xo'p deb turganda 22 minutda, birodarlar, 7 marta bayroqdan o'tarishgan ekan Uhud g'azot kuni musulmonlar. Tasavvur qilaylik-da. 22 minutga, 23 minutga qolmasdan har 2 minutda bayroqni bittadan o'tarishga o'rgan ekan. 7 marta bayrog'i yiqilganidan mushriklar sarosimaga tushib qochib qoladi. Yarim soatga qolmasdan jang tugadi, birodarlar. Nimaga musulmonlarga Alloh bunaqa yengil g'alabani berdi? Chunki taqvo qilishuvdi. Rizq topishlikning ham yo'li shu. Taqvo qilinglar, rizqinglarga baraka beraman, deyapti. Rizqni Allohning huzuridan istaylar, ibodat qilishligi bilan, deyapti. Ha, endi 22 minut boring, yarim soatda ana shu jang tugadi. Musulmonlar mushriklarni quvib qarab ketib qoldi. 50 ta kamonchini esliklari aytdi. O'ljadan qolyapmiz dedi. Dunyoga bo'lgan muhabbat u yerda bir avj olib ketdi. Yuringlar, o'ljadan olib qolaylik dedi. Ba'zi bir sahobalar aytishga, "Ey, Rasululloh nima degan? Mendan buyruq kelmaguncha jilmanglar, qirilib ketsa ham, yutsa ham" degan desa, ta'vil qilishdi. Mana bo'lsa kerak u. U bunday bo'lganda bo'lsa kerak, hozir bo'laversa kerak demak deyishgan ekan. Rasululloh urush bo'layotganda tushmanglar dedi. Urush tugadi. Yuringlarda o'tdi. Taqvodan tushishdi, Alloh taolo naq g'alabasini mag'lubiyatga aylantirib qo'ydimi? Qaranglar, taqvoda turdi, g'alaba naq bo'ldi. Bir pasda bo'ldi.
taqvodan tushuvdi, Alloh taolo shunday g'alabani mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Jazoladi Alloh taolo bandalarini. Musulmonlar yengildi, mushriklar yengdi, 70 ta sahoba shahid bo'ldi, ularning jussalarini musla qilishdi, Hamza ibn Abdul Muttolibning jigarini chaynadi, Xilbit utib olib qaytishdi mushriklar. Hamon Asad ketganda to'xta dedi mushriklar. Muhammadni o'ldirmadik dedi. O'lja olmadik dedi. Madinani fath qilmadik, hech narsa qilmadik biz hali dedi. Yuringlar dedi, istig'ida bosamiz dedi. Musulmonlar ham jismoniy ham ruhoniy bir mag'lubiyatga uchrab, yarador bo'lib Madinada turgan paytda Alloh tomonidan buyruq keldi. Mushriklar orqasidan quvinglar qo'shin bilan dedi. Mag'lubiyatda turgan sahobalar taqvo qilib, qiyin bo'lsa ham payg'ambarning gapiga xo'p deb chiqdi. Mushriklar orqasidan qo'shin bilan chiqishdi. Hatto shu darajada bo'lgan ekanki, ba'zi sahobalar bir jismonan bir zaiflashib, yarador bo'lganligidan tuyaga shotiga o'tkazib ko'tarib chiqarishib qo'ygan ekan. Lekin shunday qiyin ahvolda taqvo qilishuvdi, Alloh taolo narigilarning qalbiga qo'rquv soldida, ular qochib ketishdi. Aylanib kelib oqibatda mag'lubiyat g'alabaga aylandi. G'alaba bo'ldi, taqvo bo'lganda. Taqvo yo'q bo'ldi, mag'lubiyat bo'ldi. Mag'lubiyatda musulmonlar taqvo qiluvdi, Alloh taolo g'alabaga aylantirib qo'ydi. Yana qanaqa misol kerak? To'g'rida, qarzlarimizdan qutulguncha, ishlarimiz bir joyida kelguncha kechasi turib nafl namoz o'qiymiz. Keyin ishlar yaxshi bo'lib ketgandan keyin nima deymiz? Bo'ldi. Endi shunday ketadi hammasi. Taqvo qilgan bandaga Alloh taolo mahrojni beradi dedik. Va man yattaqilloha yaj'alhu mahraja. Damashqda shu Misk degan ko'cha bor ekan, Alloh a'lam. Tarix bor ekan shu Misk deb nomlanishiga. Mana xushbo'y narsani Misk deyiladi bizda, mushk deymiz biz. Damashq ko'chalarining birida ana shu salaf solihlarning davrida bir attor yigit bo'ladi. Yoki ana shu arshi malalandirdi-ku, ko'tarib material sotib yuradiganlarda. Ana shu matosini ko'tarib uymi savdo qilib yuradigan bir yigit bo'ladi. Ko'chalarda ana shu odatiga ko'ra kelib, eshik tagiga kelib, ayollar ko'chaga chiqmaganligi uchun eshik tagiga kelgan ekan do'kon birodarlar. Taqvo qilsa, ayollarga magazin eshik tagiga kelgan ekan. O'zlari yurmasa bozorga. Ana shunday savdosini qilib yurgan paytda bir ayolni eshigin tagiga chaqirganligiga qulog'iga tushadi va boradi. Borganda ichkariga kiring, ichkariga kirganingizdan keyin olaman deydi. Hali yigit ichkariga kiradi. Hali ayol eshikni shunday bekitadi-da, erim moncha muddatdan beri yo'q, men bilan deydi zino qilasan deydi. Majbur. Nima qilayin, iloji bo'lmay qoldi deb qo'ymadi. Aytdiki, agar sen chiqib ketaman desang, hozir baqiraman, meni uyimga bostirib kirdi, tajovuz qildi, o'ldirmoqchi bo'ldi, zino qilmoqchi bo'lsa, endi o'ldiriladi bu. Zino qilay desa, Allohdan qo'rqadi. Qilmay desa, bu yerda tuhmat turibdi. Mushkulami birodarlar? Bu mushkuladan kim chiqaradi insonni bu o'rinda? Faqat Alloh azza va jalla chiqaradimi? Fattaqulloh va yuallimukumulloh. Va man yattaqillaha yaj'alhu mahraja. Allohdan qo'rqinglar deyapti. Har qanaqa muammodan chiqib ketish yo'lini o'zim ko'rsataman dedi. Nima qildi yigit? U dedi, bu dedi, dod solaman dedi. Hozir har qanday qilasiga bu qiz nima, bu ayol haq bo'lib chiqadi. Chunki ostonasini oqlab o'tganingizdan keyin albatta siz nohaq bo'lasiz. Ming xil yo'lni qilib ko'rdi, lekin bo'lmadi. Oxiri yigit ko'ndi. Xo'p dedi. Men sen bilan zino qilaman dedi. Faqat hojatxonaga bir kirib chiqay dedi. Hojatxonaga kirdi, ana shu yerdagi najosatni olib shunday betlariga, boshlariga surkab chiqdi. Chiqqanda haligini badbo'y hidiga hali ayol eshikni ochib haydab chiqarib yubordi. Yo'qol dedi. Zinodan qutulganligiga, ma'siyatdan omonda qolganligiga hamd aytgancha yurgancha ko'chadan ketdi. Yuzidagi najosat mushki ambarning hidini taqatib turar edi. Birodarlar, bu payg'ambar zamonida emas, keyingi davrda bo'lgan. Bu avliyo, sahoba yoki bo'lmasam siddiq emas, oddiy bitta yigit bo'lgan. Lekin taqvo qildi, Alloh nima qildi? Mahrojni berdimi? Birodarlar, bu amaliy misollar. Endi kitob yozib qo'yganda demaylik, bu bo'lgan ishlar birodarlar. Sahobalar davrida mana musulmonlar Forsni fath qilib borar ekan, Tustar degan qal'ani qamal qilishadi. Juda bir mustahkam qal'a bo'ladi. 6 oy qamal qilib olisha olmaydi musulmonlar. Har xil yo'lni qilib ko'rishadi, lekin imkoniyati bo'lmaydi.
Shu derazani ochiladi, ozgina havo kirsin. Ozgina. Ochiq bo'lar ekan, yopib qo'yasizlar. 6 oy qamal qilishadi. Olisha olmaydi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu amir bo'ladi lashkarga. Bir kishi keladi. Yuziga niqob to'sgan. Men deydi, qal'ani qanaqa qilib ochishni yo'lini bilaman deydi. Men aytgan ishni qilinglar. Qilishadi. Nima deyshadi? Nima deydi? Ana shu qasrning ichiga tosh otadigan palahmoniga o'tkazishadi-da, qilich-pilishini o'zini olib turib otishadi. Tunda uchib qal'aning ichiga tushadi. Devor baland, chiqishga iloji yo'q, kunduzi qamal qilyapti, 6 oydan beri natija bo'lmayapti, ichiga tushdi. Birodarlar, bu Allohdan taqvo qilganligi uchun kelmayaptimi shu ishga? Chunki irg'itganda suvga tushadimi, o'tga tushadimi, dushmanning oldiga tushadimi, lekin Allohga tavakkul qilganidan, Allohni rozi qilaman degan g'ami borligi uchun shu ishni qildi. Bir qancha muddatdan keyin otishib o'rgandan keyin Allohu akbar deb qal'aning eshigini ochdi, musulmonlar fath qilishdi. Juda katta o'lja tushdi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos aytdiki, har bitta Ayshadagi jangchini o'ljasini bergandan keyin niqob egasi ham kelsin dedi. Eng katta ulushni shu olish kerak. Chunki 6 oydan beri necha mingta musulmon qilolmayotgan ishni bitta o'zi qilib qo'ydi. Lekin nima uchun Alloh shu imkonni berdi unga? Mana hozir eshitamiz nima uchunligi. Bir necha kun kelmadi hali niqob egasi. Kim? Hech kim bu kishining kimligini bilmaydi. Oxiri amir buyurdi. Niqob egasi kelsin dedi. Amirga itoat qilishlik vojib. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqosning chodiriga bir kishi keldi, aytdiki, "Ey Amiral Mo'minin" dedi, "Men u kishining kimligini bilaman" dedi. U kishini deydi, 3 ta sharti bor, shu ishini shartini bajarsangiz, oldingizga kelar ekan deydi. Nima u? U kishini kimligini aytmaysiz ekan. Tarix kitoblariga yozdirmaysiz ekan. Shu Allohning o'ljasi hammi dekin, shu 3 ta shartni qo'yadi, uchala shartida tamomiy ixlos. Birodalar, haqiqatan tarix kitoblariga oltin harf bilan yozib qo'ysa bo'ladigan ishni qildi. Lekin taqvo qilganligi uchun mukofot kutmayapti bandasidan. Alloh uchun qildi. Qabul qildim deganda menman o'sha kishi deydi. Hazrat Umar Sa'd ibn Waqqosdan so'raydi keyin xalifa. Ayt deganda aytmayman deydi. Bitta Sa'd ibn Waqqos bu kishining kimligini biladi, o'zi bilan go'rgab ketadi u kishining ismini. Hazrat Umar duo qilar ekan. Hazrat Umar birodarlar, tirikligida jannatni biletini qo'liga olgan. Payg'ambar u kishidan rozi bo'lib ketgan. Shayton va kechadan kelsa, Umar kelsa teskari qilib ketadigan Hazrat Umar duo qilgan ekan. Parvardigor qiyomat qoyim bo'lsa, meni niqob egasini yonida tiriltirgin degan ekan. Qilgan ishini yaxshi ko'rganligidan ixlos, bu tamomiy ixlos bu. Shu qilayotgan ishida Allohga bo'lgan taqvo bo'lgan ekan, Alloh qal'ani eshigini u kishiga ochib bergan ekan. Minglab akalar, minglagan odamlar bozorlarda yuribmiz, rizq degan eshikni fath qilamiz deb ocha olmayapmiz. Bitta taqvodor bo'lsin. Jolut qo'shiniga Tolut qo'shini keldi. 314 ta yahudiylar Shamuel alayhissalom bilan Tolut ismli podshohlar tomonidan keldi. 314 ta, milliontadan 8000 tasi chiqdi. Amaliklar bilan urushgan yahudiylardan. U 8000 tadan Urdun daryosini kesib o'tayotganda 314 ta qoldi. 314 ta ana shu Jolutni qo'shiniga ro'para kelganda la taqatana al-yawma bi Jalut va junudi. Bugun kuchimiz yetmaydi deyshvardi. Shunda ichida iymoni bor, taqvodor bandalardan 5-6 tasi bor ekanki, "Ey, tizzalar qaltiramasin. Qancha oz jamoalar katta jamoalarni Alloh izni bilan yenggan. G'alaba son bilan, qurol bilan bo'lmaydi, taqvo bilan bo'ladi" deb turdi. Shunda Jolut chiqdi nariyadan, kofirlarning kattasi. Kim men bilan yakka-makka olishadi? Hech kim chiqmadi birodarlar. Bo'yi ham yo'q onida. Qurol aslahasi ham joyida edi. Bu Banu Isroil kichkina edi bo'yi hammasini. Qurol aslahasi ham yo'q edi. Necha ming kilometr yurib kelgan edi. Kim men bilan chiqadi deganda 16 yoshar yigit chiqmadimi birodarlar? Men dedi. Taqvo qilgan uchun chiqdimi? Milliondan 8000 ta. 8000 dan 314 ta. 314 dan 20 ta. 20 tadan bitta taqvoga loyiq odam bor ekan, 3 ta toshni otib o'lantar berdi Alloh taolo. Birodarlar, biz pushka bilan otib ocha olmayapmiz u rizq degan darvozani. 24 soatlab hujum qilyapmiz, ocha olmayapmiz u eshikni. Taqvo qilaylik-da, bitta odam nima qilgan harakat bilan ochiladi Alloh bersin. Taqvo birodarlar. Xo'p, bu erkak kishilar. Ibrohim alayhisalom ayoli Hojarni
emizikli Ismoil bilan Bakka degan vodiyga yetalab keldi. Ha? Eslaylik o'sha qissani. Yetalab keldida, turinglar madad dedi, shavqasin qilib ketdi. Shunda Hojar ona aytdiki, "Ey Ibrohim, bizni tashab ketasizmi shu yerga?" dedi. Indamay ketyapti. Bir dona bolasi, 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini o'limga tashab ketyapti. Hozirda ham Makka shahri bo'lmagan. 2 marta so'radi, indamadi. 3-marta Allohu amaraka bi hada. Yo, Alloh buyurdimi sizga bu ishni dedi. Dedi Ibrohim alayhisalom, "Ha" dedi. "Izan lan yuzayyana Alloh" dedi ayoli. Alloh buyurgani uchun qolsak, unda bizni zoya qilmaydi, shavqasiga qayt. Yurakdagi quvvatni qarang. Erkaklarga ibrat bo'ladigan darsda aytdi. Allohning buyrug'i mushada qolsa dedi. Shu harom pulni olmasam Alloh mendan rozi bo'ladimi? Bo'ldi, olmadim deganda. Bizni sho'rga borib tashlab olmoqchisiz kim birodarlar? Faqat savdoda nima qilma deyapti, yolg'on gapirma deyapti. Rizq haqida g'am qilma deyapti. Mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofotda ichib ko'rdinglar hammalar birodarlar, Zamzam degan suvni. Makka degan shaharga borib ko'rdinglar birodarlar. Taqvo qiluvdi. Alloh ko'chada qo'ydimi bu zaifani? Zamzam suvini chiqardi, Jurhum qabilasi keldi, Makka degan shahar paydo bo'lmadimi? Nimani mukofoti bor bular? Taqvodimi? Abdulloh ibn Huzofa Sahmiy. Mana sahobalardan. Rumga musulmonlar qo'shin tortib borganda asir tushadi. Asir tushadida ana shu Rumning podshosi bu musulmonlarni deydi payg'ambarga bo'lgan muhabbati juda qattiq ekan. Bir sinab ko'rmaymizmi? 5-6tasini olib kelinglar dedi. Olib keldi. Abdulloh ibn Huzofani olib keldi. Haligi imperator shunday qarab turdida, bitta taklif bor dedi. Asir tushgan musulmonga bitta предложение bor deyapti. Xo'sh deydi Abdulloh. Dinini qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan, seni omon qoldiraman deydi. Desa yo'q deydi. Bo'lmasam o'lasan desa, o'shini deb kelganman bu yerga deydi. Bo'lmasam deydi, yana bitta taklif bor deydi. Olib borishadi, devorga qo'yib, buyuruydi kamonchilarga. Kamonni shunday otinglarki, yoniga kelib sayilsin. Cho'chitinglar. Olib boradi qo'yishadi, otishadi, oyog'ini oldilariga, kalonlarga sayladi, olib keladi. Yana bitta taklif bor deydi. Xo'sh deydi. Dinini qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan deydi. Senga juda katta pul beraman deydi. Va qo'yib yuboraman deydi. Xohlamaydi. Yana bitta taklif bor deydi. Vazirim bo'lasan deydi. Birodarlar, ushbu paytdagi Vizantiyskiy imperiya, mana Rum deganda Rimskiy imperiyani tushunmaylik. U burun bo'lgan, Iso alayhisalom davrida bo'lgan Rimskiy imperiya. Rum, Vizantiyskiy imperiya bu. Turkiyaning territoriyasida bo'lgan. O'sha davrdagi eng kuchli imperiyani bitta imperatori vazirim bo'lasan deyapti. Faqat pul bermayapti, biz qo'llagan faqat pulni emas, amalni ham beryapti desa, unamaydi. Unda o'ldirib yuboramiz sen deydi. Shuning uchun keldim deydi. Shunda ko'zini oldida bir qancha musulmonni olib kelib turib, qozonda qaynab turgan yoqqa shunday tashlashib yuboradi tirikligicha. Qovjirab, suyaga terisidan go'shidan ajrab ketadi. Abdullohni olib kelib tashlashmoqchi bo'lganda yig'lab yuboradi Abdulloh. Podshoga tishadi, yig'lab yubordi deydi. Sindi deydi. Olib kellarchi deydi, olib keladi. Nima bo'ldi? Talabimga ko'ndingmi? Qo'rqdingmi desa, yo'q deydi. Hali ham o'sha gapimga qo'rqmadim deydi. Nima qurib ketdi, nima yig'lading unda desa aytadiki, nima yig'ladim aytaymi deydi. Hozir meni oldimdan burun bitta musulmonni tashlading, shunday qovjirab go'shi suvidan ajrab ketdi. Hozir meni ham tashlashadi, men ham Alloh yo'lida bitta jonimni beraman, shu bilan Alloh oldiga yetaman. Nimaga yig'ladim? Nimaga bitta jonimni berib Allohning roziligiga yetishamanmi? Nimaga jonim mingta emas, mingta jonimni bermayman Alloh yo'lida? Bitta jonimni beraman Allohning roziligiga deb jonimni bittaligiga yig'ladim deydi. Taqvo birodarlar. Bitta ish qilsang deydi, qo'yib yuboraman seni deydi. Podsho qoyil qoladi. Peshanamdan bitta o'f qo'y deydi. Senda qolgan bitta peshanamdan o'f qo'ysin deydi. Peshanamdan o'f qo'ysam, qolgan asir tushgan musulmonlarni ham qaytarib yuborasanmi deydi. Qaytarib yuboraman. Abdulloh aytadi keyin,
o'ylab ko'rdim deydi. Bitta mushrik bir nasroniyni peshonasini o'pib qo'ysam, hech narsa bo'lmasa kerak deb peshonasini o'pdi. Podsho ana shu asrlar bilan qo'shib jo'natib yubordi. Hazrat Umar eshitganda aytdiki, har bitta musulmon dedi, Abdullohning peshonasini o'pishlik kerak. Birinchi bo'lib men o'zim o'paman dedi. Birodarlar, taqvo qilsa Alloh taolo yo'l ko'rsataverar ekan. Shu kuni o'lmay qolishini Alloh taqdir qilgan ekan. Dinida sobit turuvdi ham o'lmadi. Agar mushrik bo'lib ketganda ham o'lmasdi ekan. Alloh taolo dushmanlarning makr hilasidan omonda saqlaydi dedik. Hajjoj ibn Yusuf mana qohir xalifalardan bo'lgan. Juda ko'pchilikka zulm qilgan. Ana shu o'zini shahrida katta bir qasr quradi, katta bir bino qurib, nohata bir ziynatlar bezab qo'ygan paytda aytadi, "Moqtaylar buni" deydi, hammalar deydi. Shu yerdan keyin bari Hajjojdan qo'rqqanlar saroyda maqtab ketishadi. Binosini qarang, ustini qarang, kalvaga qarang, peshqarasini juda maqtaydi. Shunda Hasan Basri shunday turadi-da, sizlarga voy bo'lsin" deydi. Firavn bundan ham kattaroq qurgandi deydi. Firavn bundan ham mustahkamroq qurgandi. Juda yomonlaydi shu qilgan ishni. Hamma dahshatga tushadi. Hajjojga bu gap yetgan paytda, "Senlar" deydi, "bitta Hasan gapirsa gapini qaytarisha olmadingmi? Shuncha ham bo'lib turib, Hasanni qonini ichiraman hammenga" deydi. Chaqirtiradi qatl qilishlik uchun. Hasan Basri kelganda Allohga tavakkul qiladi, taqvodor banda bo'lgan. Mushkuliga kelyapti. Mushkulidan qanday chiqaryapti Alloh? Kelishligiga chopaman, otaman degan Hajjoj qo'sh qo'llab, ikki qo'llab kutib, to'riga o'tkazib, bir pera choy berib, muomalasini zo'r qilib chiqarib yuboradi qaytarib birodarlar. Ahmad ibn Hanbal Qur'onni maxluq deysan deb xalifa majbur qilgan paytda, unamasdan maxluq emas, Allohning kalomi degan paytda o'limga hukm qiladi. Olib kelgunga qadar Ahmad ibn Hanbalni qatl qilishlikka xalifa o'zi o'lib qoladi. Bu mushkullardan kim chiqaradi birodarlar? Bu amaliy ko'rinishlari bu. Biz nima qilaylikki, biz taqvo qilib hayotimizda ko'rmayapmiz shu natijasini. O'shuning uchun quruq gapga o'xshayapti nazarimizda. Zamonamizda bo'lgan birodarlar, Ahmad Kishki, Abdulhamid Kishki, ikki ko'zi ko'r bo'lgan olimlardan bo'lgan, Misrlik bo'lgan. Shu kishini qamashgan dini uchun, azoblashgan. Shunday azoblashganki, itni kirgizib yuborgan, quturgan itni. Kirganda hali it Abdulhamid Kishkida tolashga deb mo'ljallangan it tegmaydi u kishiga. U kishi namoz o'qiganda yonboshga o'tib turadi. Abdulhamid Kishki ovqat olib kelgan paytda yarim ovqatini itga surib beradi, sindirib nonini. It yemay surib qo'yadi Abdulhamid Kishkining oldiga. Buni ana shu qo'riqchi bo'lgan, keyin mana shu ishdan pushayman bo'lgan soqchilar gapirib bergan bu narsani. Abdulhamid Kishk bavul qilsa, siydigini yalab kunni o'tkazgan it. Hattoki it uni tolamayotganligini ko'rganda, soqchilar olib chiqib ketgani kirganda it Abdulhamidni himoya qilib ularga tashlanadi. Birodarlar, taqvo qilganda Alloh taolo mana shunday bir kalomatini ko'rsatib qo'ygan. Bu mana shu biz 20-asrda bo'lgan ishlardan. Agar u yoqda uzoqda bo'lgan desak, mana kechagi bo'lgan davrlar birodarlar. Har qanday mushkullardan Alloh chiqargan. It olib chiqib ketayotgan, olib chiqib ketishga kirgan it tashlanib turib olganda Abdulhamid itinga aytdi, "Bu sizlar itinglar" deydi. Shunda Abdulhamid bir og'iz gapiradi, "Ey Allohning mahluqi, chiqib ket." Chiqib ketyapti, itni yig'laganini rivoyat qilishadi birodarlar. Ko'zidan yosh oqqanligini mana shu soqchilar rivoyat qiladi. Bu nimani belgisi? Taqvo qilinglar debdi Alloh. Har qanday mushkuldan chiqarib, biz bor yo'g'i shu pul uchun taqvo qilib qo'ysak ham katta gap bo'lyapti. Bu pul melichidi birodarlar. Haligi yog'och usta randani stanogiga yog'och haydayotganda to'pon tushadi tagidan. To'poniga qiziqib randalaydimi yoki romi tekis bo'lishi randalaydimi? To'pon uchun randalayotgan duradgor ahmoq bo'ladi. U xolasa xolamasa to'pon unga qoladi, tushadi. Zo'r to'pon chiqyapti deb turib. Biz Allohni rozi qilishlik uchun taqvo qilaylik-da. Bu rizq melish birodarlar. Mayda arzimagan narsa, lekin shuni boshimizga kiyib olganimiz problema qilib. Tushundinglarmi? Rizq uchun taqvo qilmaylik biz. U o'z-o'zidan keladigan narsa. Hali velosiped debsiz pedal aylanadi-yu. Dastlab o'tirgan bola pedal aylanganiga qarab borib velosipedni tumshug'ini devorga soladi. Chunki aylanganiga qiziqadi. Oldiga qaraversin, bu aylanaveradi o'zidan o'zi. Biz o'ylanadigan narsa emas rizq bu. Taqvo qilinglar, men o'zim o'rgataman deyapti Alloh azza va jalla.
Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo. Allohning huzurida sizlarda eng hurmati balandinglar, Allohdan ko'p taqvo qilganinglar dedi. Mana birodarlar, bu Alloh esimizga solgan ba'zi narsalar. Agar tarixni gapiradigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, to'lib yotibdi. U tarixda nomi tarix kitoblarida qolgan kishilar taqvo qilgani uchun kitobda qoldi ularda. Nima demadinglar? Qancha podshohlar, qancha bir boyvachchalar kelib ketgan, ularda atana bola chaqasi ham islamaydi kerak bo'lsa. Lekin taqvo qilganlarda Alloh taolo mana shu o'zining kitobida yozib zikr qilib qo'ydi. Bu sahobalar, tobiinlar, olimlar gapni indallosi akalar. Taqvo qilaylik-da. Rizq bu ko'plab keladigan narsalarning qatoridagi bitta narsa. Lekin shuni pesh qilib gapirishga to'g'ri kelyapmiz. Taqvo qilsanglar ishlaringiz yurishadi deyapmiz. Gapdim deb po'skallasi. Ha, demak taqvo qilsam ishlarim yushar ekan deb turib taqvo qilsa ham ajamas keyin tushunib qolsa taqvoda. Fattaqulloha yazidkum quwwatan ala quwwatikum va la tatawallu mudbirin. Mana Xudo alayhisalom aytadi, "Ey qavmim, Allohdan taqvo qilinglar" deydi. Quvvatinglarga quvvat qo'shadi deydi. Quvvatinglarga quvvat qo'shadi. Albatta ikkita tuxum yeymiz. Kuchliroq otimiz. Nima qilmaslik uchun? Charchab qolmaslik uchun. Saharlikda ko'proq yeylar birodarlar. Yong'oq yeylar ikkita ovqatdan keyin. Xilma-xil taomlar yeylik. Nima uchun? Qiylanib qolmaylik, charchab qolmaylik, iligimiz uzukib qolmaylik. Taqvo qilaylik-da birodarlar. Saharlik qilmasiz ham qoningiz to'g'ri yuraveradi. Kim to'g'izadi qorinda? Biz ovqatga suyanmaylik qonimizni tikka qilishlikka. Biz pulimizga suyanmaylik hayotdagi problemalarni hal qilishlikka. Taqvo qilaylik, Alloh taolo hamma narsamizni hal qilib beradi. Mana Alloh taolo mana shu oyat bilan tugatamiz. Agar ular dedi Alloh taolo Tavrot va Injilni qoyim qilishganida deydi mana shu Banu Isroil. Oyoqlarining ostidan ham baraka kelardi, ustlaridan baraka kelardi, lekin inkor qilishdi. Shu qilgan ishlar tufayli bizlarni azobladi deydi. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bandasi bilan Nahl surasi. Alloh taolo muhabbati bo'ladi bandasiga, taqvodorlik bandasiga Tavba surasi. Alloh taolo do'st bo'ladi bandasiga, taqvolisiga Josiya surasi, Anfal surasi. Ishlarini yengil qiladi Alloh taqvoli bandasini Taloq surasi. Gunohlarini kafforat qiladi Taloq surasi. Xavf va xatardan Alloh omonda saqlaydi A'rof surasi. Yaxshi amallarini faqat taqvodordan qabul qiladi Moida surasi. Osmon yerdan barakani yog'diradi A'rof surasi. Dushmanlarning makr-hiylalarini o'zi nari qiladi Oli Imron surasi. Ilm beradi Baqara surasi. Najot beradi Alloh taolo Maryam surasi. Jannatni beradi Alloh taolo Naba surasi va xayrli oqibatni beradi Alloh taolo Toha surasi. Har bittasiga birodarlar Qur'ondan oyat bor. Hujjati eng kuchligi bu. Gap qisqasi taqvodor bo'laylik. Ikki dunyomiz obod bo'lishini xohlaydigan bo'lsak. Undan boshqa yo'l yo'q birodar. Qilayotgan amallarimizning maqbul bo'lishligi ikkita narsaga bog'liq. Ixlos va muvofaqata sunnah. Qilayotgan ishimizda xolis Allohning roziligini ko'zlagan bo'lishimiz kerak va zohirida amallarimiz sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu mana asarlarda keltiriladi. Alloh taolo aytadi: "Al-ixlosu sirrun min sirri, istavda'tuhu qalban man ahbabtuhu min ibadi." Ixlos deydi Alloh taolo. Men o'zim yaxshi ko'rgan bandalarning qalbiga joylagan sirdir. Ixlos Alloh yaxshi ko'rgan bandaning qalbiga joylangan Allohning siri. Ixlosning nima ekanligini, ixlosning mazasini bu ixlos degan amalga kirishgan odamgina totib ko'ra oladi. Ixlos haqning sirlaridan. Shuning uchun ixlosi yo'q odam xaloyiqning maqtovini quvib yuradi. Odamlar maqtashini, unga sano aytishligini istab yuradi. Ammo haqiqiy muxlis odam, xolis Alloh uchun ish qilayotgan odam, odamlarning maqtoviga kerak emas. Mana shu maqtovga o'zini muhtoj deb bilmaydi. Masalan, like bosib qo'ying deydi. Xullas o'sha qaysidir ijtimoiy tarmoqqa suratini qo'yadi. Bunday qilib tushadi. Fransiyaga borib tushadi, xullas Amerikaga borib tushadi-da, like bosib qo'yinglar deydi. Lekin har kuni ochib qaraydi hali suratini. Mo kattalar bilmaysizlar, shunga kasal bor hozir aka. Bunday qarayda nechta odam like bosibdi deydi. Nima uchun shu like kutadi, bilasizmi? Insonni ichida boshqalar unga diqqat e'tibor qilishliklariga bo'lgan ehtiyoj bor. Ana shu like-ni bossa, demak 300 ta like bo'pti, 300 ta odamga yoqibman deydi-da, o'zini qadrli his qiladi.
qadr qiymatim bor ekan deydi. Endi hali bosayotganga nima rezon? Bosayotganga nima interes desiz, unga ham xuddi o'sha narsa. Bizni ham fikrimiz kimgadir interesli ekan. Ammo muxlis banda esa unga odamlarning layki ham, odamlarning maqtovi ham, odamlarning sanoatini ham keragi yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taoloni qadrlagani shu bandasini kifoya qiladi. Muxlis banda Alloh bilsa bo'ldi deydi. Aksincha, qilgan amalini odamlar ko'rib qolishligini xohlamaydi. Alloh bilsa bo'ldi deydi. Tushunarlimi nimaga like bosasizlar? Muxlis odam o'zida maqtovga muhtojligini his qilmaydi, chunki Allohga bo'lgan ixlosi uni o'zi saodatli qilib qo'yadi. Shuning uchun odamlarning maqtoviga intilmaydi. Agar bir odam savobli ish qilib turib, odamlarni qadrlashini kutayotgan bo'lsa, demak bu odamda ixlosida kamchilik bor. Ulamolar ixlos haqida nima deyishgan? Qur'on oyatlari, sahih hadislar, hadis qudusiylar ixlos amalning yarmi ekanligini bayon qiladi. Innamal a'malu binniyat. Ulamolar aytishadi, ifrodul haqqi subhanahu va ta'ala bil qasdi fit ta'a. Ixlos nima? Ixlos toatdagi qasdda Alloh subhanahu va taoloni yakkalash. Toatdagi maqsadda, toatdan maqsad nima? Alloh taoloni yakkalash. Masalan, bir yigit ko'chada o'rtoqlar bilan ketayotdi, peshinga azon aytib qoldi. Shunda do'stlari masjidga kiruvdi, ularga qo'shilib kirdi. Endi savol, agar yolg'iz o'zi ketayotganida, azon aytganida kirarmidi, kirmasmidi? Agar yolg'iz ketayotganda azon aytsa kirmaydigan bo'lsa, demak bu odam ixlosi yo'q. Do'stlaridan uyalganidan, xijolat bo'lganidan, ulardan ajrab qolmasligi uchun kirdi. Demak bu odamning qilgan ishida nima yo'q? Ixlosi yo'q. Ixlos nima? Ixlosning ta'riflaridan tasfiyatul fi'li an mulohadatil makhluqin. Ixlos amalni, fe'lni mahluqotlarning mulohazalaridan poklash. Ya'ni odamlar ko'rdimi, ko'rmadimi, unga e'tibor bermaslik. Agar qilayotgan ishingizni odamlar ko'rishligiga qalbingizda rag'bat bo'lsa, birodar, ixlosingizni nima qilib qo'ying? Tekshirib qo'ying. Yana aytiladi, ixlos nima? Ixlos xalqning mulohazasidan nafsingni to'sishlik. Seni qalbingga odamlarda maqtashi ham, yomonlashi ham farqsiz bo'lishligi. Seni bomdodga chiqayotganini bilsa ham, bilmasa ham chiqaverasan. Seni qilgan ihsoningni birov ko'rsa ham, ko'rmasa ham qilaverasan. Masjidning yonida katta bir qassobxona bor. Qadimda bo'lgan qissalardan har kuni haligi qassob yarim kilodan, 1 kilodan 4 ta 5 ta go'sht tayyorlab turadi. Namoz o'qib chiqib ketayotgan odamlarga qarab turadi. Faqir muhtojlar bo'lsa, shap-shap qo'liga beradi, ihson deydi. Odamlar qassobni yaxshi ko'radi. Solih inson, xayri saxovatli, rahmat ham kutmaydi. Shunday tarqatib qo'yib ketadi, qoyil. Endi mana shu jamoatda bir boy odam bor edi, oshiqcha boy odam, hech ham ihson qilmas edi. Haligini malomat qilishaveradi. Sen qilmaysan, ammo qassobni qara. O'zi 1 kilo, 2 kilo go'shtni foydasiga tirishlik qiladi, lekin qarab berayotganini xo'p deb qo'yar edi, indamas edi. Oradan vaqt o'tdi, haligi boy vafot etdi. Birdan qassob go'sht bermay qo'ydi. Ma'lum bo'ldiki, o'sha boy pulni berib qo'yar ekan, qassob tarqatar ekan. Odamlar qassobni maqtayapti. Boyagi boyni maqtashmayapti. Mana shu boy muxlis odam deyiladi. Chunki unga odamlarning maqtovi keragi yo'q edi. Illa bitigha awajhi robbihil a'la. Faqatgina oliy bo'lgan Parvardigorining yuzini ko'zlab amal qilgan edi bu odam. Mana o'luvdi, keyin ma'lum bo'ldi. Bormi birorta amalimiz? O'zimizdan so'raylikki, qildik, hech kim bilmadi. Hech kim bilmadi umuman. Agar bor bo'lsa, umid qiling. Ehtimol bitta shugina amali sizni jannatga kirib ketishingizga kifoya qilib qolar. Man shahida fi ikhlasihi al-ikhlasa fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlasin. Kim o'zining ixlosida
ixlosni ko'rsa, bas uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. Kim o'zining ixlosida ixlosni ko'rsa, bas uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. O'zini muxlis deb bilyaptimi? Men muxlisman, ixlosli odamman deyaptimi? Bu odamga ixlos kerak. Chunki muxlis odam men ixlosliman, muxlisman demaydi. Yana bir marta qaytaramiz. Alloh subhanahu va taologa da'vat qilishlikdagi eng xatarli mavzu bu ixlos. Ixlos dinning asli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shu hammamiz bilgan hadislari innamal a'malu binniyat. Amallar niyatga bog'liq. Bu hijrat haqida aytilgan hadis edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalariga Madina Munawvaraga hijrat qilishlikni buyurganlaridan keyin hijrat boshlandi. Kimning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'ldi. Kimning hijrati dunyo matohiga erishishlik bo'lsa, uning hijrati shu uchun bo'ldi. Kimning hijrati biror ayolga nikohlanish uchun bo'lsa, uning hijrati ana shu uchun bo'ldi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Nima deb hijrat qildi? Hijrat o'shunga. Haj ham shunaqa. Umra ham shunaqa. Zeriktirdi jo'ralari, bormaysanmi hajga? Bormaysanmi umraga? Puling bor-u, aytishaverdi, zeriktirishdi. Ha, borsan borib kerak. Shu uningni o'chirishgina deb borib keldi. Nima bo'ldi bu amal? Bu amal jo'ralarning gapidan qutulish uchun bo'ldi. Amalning qiymati birodarlar uning niyatiga bog'liq. Al-ixlos istiva'u a'malil abdi fi zohiri val batin. Ixlos nima? Ixlos bandalarning amallarini zohiri ham, botini ham bir xil bo'lishi. Zohiri ham, botini ham. Kishi yolg'iz qolganda Alloh man qilgan ishlardan to'xtayaptimi? Yolg'iz qolganda uni shu ishdan to'xtatadigan qo'rquvi bormi? Agar yolg'iz qolgan paytda uni ma'siyatdan to'xtatadigan qalbida taqvosi, qo'rquvi bo'lmasa, Alloh uni boshqa amallarga parvo qilmaydi. Demak, amalimizni zohiri ham, botini ham bir xil bo'lishligi kerak. Amalning botini zohiridan yaxshiroq bo'lishligi kerak o'zi aslida. Endi ikkalasi teng bo'lsa ham katta gap. Agar odamlarda orasida yurgan paytingdagi taqvoing bilan yolg'iz qolganda ham tura olsang, demak sen ixlosli odam ekansan. Ma'qulmi? Otasini, onasini oldida, yosh kattalarning oldida uyat gapni gapirmaydi. Televizorda biron bir nojo'ya bir surat chiqib qolsa teskari qaraydi. Kim oldida? Odamlarning oldida. Lekin yolg'iz qolganda telefoni bilan shunda ham ko'zini tiya oladimi? Agar yolg'iz qolganda ham tiya olayotgan bo'lsa, bu odam ixlosli odam. Aks holda bu odam ixlosli bo'lmaydi. Yana aytilinadi, al-ixlosu nisyanu ru'yatil xalqi bi davomi nazari ilal haqq. Haqqa nazar solishda davomiy bo'lib, xalqning qarashini unutishlik. Allohning o'zi bilan ovora bo'lgan odam, odamlar unga nima deyishligini qizig'i yo'q unga. Sahlut Tustaridan so'raldi. Nafs uchun eng og'ir narsa nima? U javob berdi. Nafs uchun eng og'ir narsa bu ixlos. Chunki ixlosda nafs uchun bironta ulush yo'q. Unda shahvat yo'q. Ixlos uni sindirib, tekshirib turadi. Ixlos nafs uchun yuk. Ixlos nafs uchun yuk. Ixlos nima? Ixlos doim nafsizga teskari bo'lgan, nafsiz xohlamayotgan ishga buyurib turadi. Obro' olinadigan joyda bo'lishni xohlaydi nafs, ammo ixlos nima qilmaydi? Bunga yo'l qo'ymaydi. Kim qilib qo'yibdi-ki, ertaman kelsak masjidga polosni yangi qilib solib qo'yibdi. So'pi ham bilmayapti kim qilganligini. Men qildim shuni degan keladi. Nafsing shuni xohlaydi, lekin ixlosing nima qiladi? Aytyapmiz-ku, ixlos nafs uchun nima ekan? Nafs uchun yuk ekan. Qur'onda chiroyli o'qib berdingiz, patoga kirib bir-biriga ishora qilib olishdi. Zo'r o'qir ekanmi? Kim ekan? Ketdingiz, qulog'ingizni bittasi qoldi o'shada. Qulog'ingizni bittasi qoldi o'shada. Birodarlar, juda xatarli va qiyin mavzu. Qiyin. Har doim o'zimizni ixlosimizni tekshirib turishimiz kerak.
Nafs nimani xohlaydi? Nafs inson uning eng chiroyli holatda turganini boshqalarni ko'rishini istaydi. Namozda ko'z yosh to'kayotganingizni istaydi nafs. Odamlar ko'rsa edi. Hech kim ko'rmayotgan joyda bir savobli ish qilayotganingizni odamlar ko'rib qolsa edi. Riyo, sum'a. Ulamolardan biri dedi, kim Alloh uchun 40 kun ixlosli bo'lsa, Alloh taolo uni tilidan hikmat buloqlarini chiqarib qo'yadi. Qalbida hikmat bulog'i paydo bo'ladi. 40 kun ixlos, bu qiyin narsa. Ammo shuni uddalagan odamga Alloh taolo hikmatni ato qiladi. Xatolarni to'sib qo'yadi, to'g'ri yo'lni ilhomini beradi, qalbini iymon bilan obod qiladi. Yana ulamolar aytishadi, agar banda ixlosli bo'lsa, undan riyo va ko'p vasvasalar ketadi. Ixlos nima? Ixlos ortiqcha, har qanday ortiqcha narsadan qalbni poklashlik. Mana temirda tarkibida birodarlar turli bir aralashmalar bo'ladi. Ana shu aralashmalarning ko'pligi temirni mustahkamligini ketkizadi. Ustiga yuk tushsa temir sinib ketadi. Agar temir ichida hech qanday aralashmalar bo'lmasa, sof temir o'zi bo'ladigan bo'lsa, har qancha yukni ko'taradi. Ammo ichiga boyagi biz aytayotgan axlatlar, boshqa aralashmalar qo'shilib qoladigan bo'lsa, u temir edimi deb puritdi. Nimaga uzilib ketdi u? Ichida axlat ko'p edi-da. Birodarlar, ana shu temir siz bilan bizning qalbimiz. Ana shu aralashmalar bu riyo, summa, xo'ja ko'rsin bo'lgan ishlar. Yana aytiladi, ixlos amalga nafsning xohishlarini aralashtirmaslik. Odamlarga yoqishlik, ularning maqtovlari, ularga yomon ko'rinib qolishidan qo'rqish, ularning qo'lidagi mollarini, dunyolarini, hurmatini istash, ularning xizmatini talab qilish, shunga o'xshagan narsalarni istashlik ixlosga xilof ishlar. Bilasizmi siz qachon xolis ish qilasiz? O'rdaklar suvda suzib yurgan bo'ladi, ko'rasizlar televizorda, nonni sindirib tashlaydi. Hech kim yo'q. Yoki shunday suvga tashladingiz nonni, baliqlar kelib yeyapti. Shunda indamay ketaverasiz. Baliqlardan rahmat kutasizmi shunda? Mana shu ish haqiqiy ixloslik. Tashladingiz, ketdingiz. Xuddi qilmagandek ketdingiz. Muxlis odam savob ishni qiladi, qilmaganda qilib yuradi. Gilonni solib qo'yadi, orqaroqda joy bo'lsa ham o'tiraveradi. Oldiga o'tkazmasa xafa bo'lmaydi. Uni qadrlashlarini kutmaydi. Yana qaytarib aytaman, istenda o'zingizni hayotingizda bironta shunaqa amalimiz bormi bizni? Qildik, hech kimga bildirmadik. Ixlosning darajalari bor, birodarlar. Birinchi daraja. Ixlosli odam meni amalim bor deb bilmaydi. Ya'ni qilib qo'ygan katta amalingiz bor bo'lsa ham, masalan, katta masjid solib qo'ydingiz. Mana shu masjidni, mana shu katta amalni meniki deb o'ylayapsizmi? Demak, sizda ixlos yo'q. Chunki bu ishni o'zim qildim deb Allohdan mustaqilman deb o'ylayotgan bo'lasan. Tushunarlimi? Qilib turib Allohning fazli bo'ldi deyish kerak. Men qildim deyapsizmi? Demak, Allohdan mustaqil ravishda qildim deb o'ylayapsiz. Birinchi darajasi nima ekan? Meni amalim bor deb bilmaydi. Ixlosi bor odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar: Parvardigor, men sen bilan borman. Sen tufayli borman. Men sening o'zing bilan qoimman. Menda bor narsaning hammasi sening fazlingdan, maqsadimning hammasi seni o'zing. Menda nima yaxshilik bo'lsa Allohdan, menda nima kamchilik bo'lsa bu o'zimdan. Agar inson shunaqa e'tiqodda yashasa, oyog'i yerdan ko'tarilib ketmaydi, kibrga, g'ururga ketmaydi. Zakovating, ilming, tajribang, infoqing, bularning hammasi Alloh taoloning o'zidan, Alloh taoloning fazlidan. Meniki dema banda. Chunki Qorun qola innama utituhu ala ilmin indi degan edi. Mendagi buncha mol davlat menga mendagi ilm tufayli berildi. Meni ilmim tufayli degan edi. Keyin nima bo'ldi? Yer yutdi. Ya'ni Parvardigor, men sen bilan borman, sen bilan qoyimman,
menda nima yaxshilik bo'lsa bu sendan, endi nima kamchilik bo'lsa buni o'zimdan. Va ma tashauna illa an yasha Allohu robbul alamin. Ey insonlar, sizlar faqat Alloh xohlagan narsanigina xohlay olasizlar. Alloh xohlamasa sen qila olmasding bu narsani. O'shuning uchun har safar bir ishni qilgan bo'lsak, aytaylik, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, ozgina biz mehnatimiz sabab bo'lib, shu ish bo'lib ketdi. Yoki bo'lmasam iloji bo'lsa majhul siyg'asida gapirish kerak. Birodarlar, mana shu masjid qilindi. Mana shu savobli ishlar tarqatildi odamlarga deyilsa, shu ish harakatni bajargan odam yo'q. Kim deb so'ramaysiz. Qildim, etdim deyaptimi? Demak, bu odamda ixlos yo'q. Men qildim demaydi hech qachon. Chunki sen biron bir yaxshi ish qilgan bo'lsang, Alloh izn bergani uchun shunday qilding. Agar izn bermaganida bunday qila olmasding. Agar Alloh qo'llamaganda sen bu ishni qila olmasding. Agar Alloh seni ahli haq bilan birga qilmaganida bunday bo'lmasding. Agar Alloh senga mana shu molni, quvvatni bermaganida sen shu holatda bo'lmasding. Shuning uchun amalingni zo'r ekanligini ko'ryapsanmi? Ancha-muncha odam qila olmaydigan ishni qilib qo'ydim, deyapsanmi? Ixlosing yo'q ekan, birodar. Iza arada robbuka izhara fadlihi alayka khalaqal fadla va nasabahu ilayka. Agar Alloh o'zining senga bo'lgan fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, ana shu fazlni yaratib, uni senga nisbatlab qo'yadi. Alloh bir qoriga ovoz berdi. Ki Qur'on o'qisa hamma yayraydi, maza qilib eshitadi. Shunda qori nima deydi? Nima deydi? O'zi Qur'onni mehnat qilib yodladim, ovozim ustida qattiq ishladim, sovuq suv ichmadim, tuxum yutib yuruvdim deb o'ziga nisbat qilsa pishdi. Endi Alloh taolo bir qoriga chiroyli ovozni bergan bo'lsa, demak shu bandaga o'zining fazilatini ko'rsatmoqchi bo'pti, shu ovozni yaratib turib berib qo'yibdi. Tushuntira oladimmi? Bugungi asosiy olishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Agar Alloh seni erkalatmoqchi bo'lsa, shu bir fazilat yaratib turib, "Ma banda senga" deb qo'yadi. Mana shu Allohning fazli bo'ladi. Shuning uchun aytyapmiz, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, keyin mana shu ish chiroyli bo'ldi. Alloh taolo sizga fazilat ko'rsatishni xohlagan bo'lsa, sizni erkalatishni xohlagan bo'lsa, boylikni yaratdi, "Ma banda senga" dedi. O'zi sen loyiq emas eding bu boylikka. Tushunarlimi? Agar Alloh o'zining senga bo'lgan fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, ana shu fazlni yaratib, uni senga nisbatlab qo'yadi. Men mehnat qildim, shuning uchun Alloh haqqimni berdi deyish haqqimiz yo'q. Men shunga loyiq mehnat qildim, men shu kungacha sabr qildim, men shuncha mehnatni ko'tardim, shuning uchun Alloh berdi. Ya'ni men shunga loyiq edim deb bo'lmaydi. Chunki sendan ko'ra ko'proq mehnat qilayotganga Alloh bermayapti. Bu nimaga o'xshaydi? Ishchi 10 ming so'mlik ishni qildi, dogovor qildi. Ishi 10 ming so'mga dogovor qilindi, 10 ming so'mlik ish, uyni egasi boyaga ishchiga 10 mingni beradi-da. Bu uni haqqi. Keyin 5 ming qo'shib qo'yadi, mehmon sizga deydi. Mana shu fazl deyiladi. Sening ishing 10 minglik olib olding, lekin mendan nima? Fazl bu siz loyiq emassiz unga. Alloh taolaning sizga bergan hadiyasi. Ma bo'pti banda senga degan. Agar Alloh bir bandasiga o'zining fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlni yaratib turib, shu bandaga nisbat qilib qo'yadi. Shuning uchun sizda nima fazilat bor? Qarang, boshqalarda yo'q bir narsa bor sizda. Pulingiz bor, ilmingiz bor, chiroyingiz bor, quvvatingiz bor, chiroyli ovozingiz bor, qandaydir odamlar bilan go'zal muomalangiz bor. Nima bor sizda? Yaxshilik. Aytingki, bu Allohning menga bergan hadiyasi, Allohning menga bergan fazli. Bizda nima yaxshilik bo'lsa Allohning fazli. O'shuning uchun doim hokisor yurishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qilganlarida 13 yil Makkada mushriklar tomonidan aziyat ko'rdilar. Hijrat qilganidan keyin 8-yil Makkani fath qildilar. 21 yil mehnat, mashaqqatni, qiyinchilikni, ochlikni, xorlikni ko'rib, toshbo'ron bo'lgan,
Rasululloh Toifdan qaytayotib. Namoz o'qiyotganda isha chavola tashlab qo'yishgan. Rasulullohning yuziga tupurishgan. Rasululloh qorni ochligidan Xandaqda ikkitadan toshni baylab yurgan zot 21 yillik mehnat qilib Makkani Alloh taolo fath qilib berganida g'olib, muzaffar qo'mondonlik mana shunday to'shini ko'tarib kelmadilar. Balki shunday bir hokisorlik bilan engishib, tuyasini o'rkachiga soqoli tegadigan darajada engishib, hokisorlik bilan kirib keldi. Biz mehnatimizga yarasha mukofotni oldik demayapti. Mana biz kimdan o'rganishimiz kerak? Mo'min kishi bir idishga o'xshaydi-ki, u idishning ichiga oltin to'ldirilgan. Agar o'zini oltinga to'ldiraman deb o'ylay boshlasa, ichidagi oltini bo'shatib qo'yiladi. Natijada idishni o'zi qoladi. Idish esa qadri bo'lmaydi. Bir xum tilla deydi. Uni siz ehtiyot qilasiz, uni ko'tarasiz, tushirib olmaysiz. Nima uchun? Xumni qadrlaysizmi, ichidagi tillasinimi? Tillasi to'kilgandan keyin u xum hech kimga kerak emas. Demak, mo'min banda idishga o'xshar ekan, ichidagi tilla bu uning ixlosi ekan. Ixlosi qancha ko'p bo'lsa, shunchalar qadrli bo'ladi bu idish. Ammo oltindan bo'shagan idishni qadri qolmaganidek, agar insonning qalbida ixlosi bo'lmasa, bu insonning ham qadri qolmaydi. Ammo u fazilatni o'zining egasiga nisbat qilsa, qaytarsa, Allohning fazlida bilsa, oltin o'sha idishda doim qoladi, u bilan idish qadrli bo'ladi. Demak, banda sen o'zingni fazling bilan emas, Allohning fazli bilan azizsan. O'zingni ilming bilan emas, Allohning ilmi bilan qadrlisan. O'zingni quvvating bilan emas, Allohning quvvati bilan quvvatlisan. Mana shuni narsani ta'kidlab Alloh taolo aytadi: "Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan, walakinnalloha yuzakki man yasha'u wallohu samiyun alim." Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'lmas edi. Alloh bermasa, birortamiz gunohdan tiyila olmaymiz. Allohning fazli bo'lmasa, bironta surani yodla olmaymiz. Allohning bizga fazli bo'lmasa, bir tiyin sadaqa qila olmaymiz. Agar Allohning fazli bo'lmaganida birortalar bitta gunohdan pok bo'la olmas edilar, deyapti Alloh taolo. Lekin Alloh o'zining fazli marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklar. Alloh eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zot. Bu oyatning ma'nosi kundek ravshan, birodarlar. Darsimizning xulosasi: agar Alloh bir bandaga o'zining fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlni yaratib turib, shu bandaga nisbat qilib qo'yadi. Xulosa, bizda nimaki yaxshilik bo'lsa, bu Allohning bizga bergan fazli, alhamdulillah. Endi nima nuqson kamchilik bo'lsa, bu o'zimizning nafsimizning kasbi. Alloh azza va jalla muxlis bandalardan qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi